Demak azizlar, navbatdagi mavzuyimiz bu juda ko'p o'quvchilarni milliy sertifikat hamda DTM imtihonlaridagi testlarda chalg'itib qo'yadigan mavzulardan biri. Ya'ni ko'p ma'nolilik hamda omonimlik masalasi. Bu juda ko'p vaqtlardan beri bizni qiynab kelayotgan muammolardan biri. Lekin bunga osongina yechim topish mumkin. Demak, ko'p ma'noli so'z bilan omonimlikni nima farqi bor deydigan bo'lsak, masalan biz ko'z hamda ot so'zlari misolida ko'rib chiqamiz. Ko'z so'zi bu atash ma'nosi nima? Insonni ko'rish vazifasini bajaradigan tana a'zosi. Demak, bizning xayolimizga faqat shu keladi. Va uni nutqqa olib kiradigan bo'lsak, odamning ko'zi, uzukning ko'zi, daraxtning ko'zi, yana nima deymiz? Uzukning ko'zi yoki ishning ko'zi deymiz. Lekin bularning barchasida faqat odamning ko'zi, ya'ni ko'rish vazifasini bajaradigan tana a'zosi degan atash ma'no bor xolos. Uzukning ko'zi degan tushuncha, daraxtning ko'zi yoki bo'lmasam ishning ko'zi degan tushunchalar bizda mavjud emas. Shuning uchun bu so'z, ya'ni ko'z so'zi bir xil ma'nodagi, ya'ni faqatgina bu yerda ko'z ma'nosi bor xolos. Masalan, bitta daraxt chizadigan bo'lsak, bunda o'sha ko'z, ya'ni odamning ko'zi bor xolos. Bir daraxtdan chiqqan turli xil shoxlar, odamning ko'zi, uzukning ko'zi, molning ko'zi, ishning ko'zi, tizzaning ko'zi, daraxtning ko'zi xolos. Faqat bitta ko'z so'zi, ya'ni bitta ildizdan tarqagan so'zlar bular hammasi. Omonimlikka keladigan bo'lsak, omonimlik bu bir xil shakldagi alohida so'z bo'ladi. Ya'ni ular eng kamida 2 ta bo'ladi, yoki 3 ta, yoki 4 ta, yoki 5 ta bo'lishi mumkin. Masalan, ot so'ziga qaraydigan bo'lsak, ot, hayvon bu alohida tushuncha, ism nom alohida tushuncha, so'z turkumi yana boshqa tushuncha, otmoq fe'li esa bu yana boshqa tushuncha. Bular hammasi alohida bo'lgan, ya'ni bir xil shakldagi, bu yerda oti harflari yonma-yon kelib qolyapti xolos. Bir-biriga aloqasi bo'lmagan alohida mustaqil 4 ta so'z turibdi. Bu yerda-chi, bu yerda 4 ta so'z yoki 5 ta so'z emas. Yo'q, bu yerda bitta so'z turibdi. Faqat 5 xil ma'noda ishlatilyapti xolos. Bu yerda esa 4 ta so'z turibdi, 4 ta shaklga ega va 4 xil ma'noga ham ega. Bunga endi chizadigan bo'lsak, bular har bittasi alohida ildiz. Har bittasi o'z alohida ildizdan chiqqan shox. Agar buni ham ko'chmanda ishlatadigan bo'lsak, masalan, gap otmoq deydigan bo'lsak, bu qaysidir? Hayvonga aloqasi yo'q, ismga aloqasi yo'q, turkumga yo'q. Otmoqqa aloqasi bor. Ya'ni 4-so'zga yana bitta ma'nosi xolos. Gap otmoq shakldagi. Bular 4 ta shakldagi alohida so'zlar. Bu esa bir xil ma'nodagi alohida so'zlar bo'ladi. Shu hamda shu kabi foydali ma'lumotlar o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.